Bilgil, faqat hayot aylagay isbot, hatto o'tmishlarning afsonasini, ajdodlar hadisin unutgan avlod aslo butlay olmas koshonasini. Abdulla Oripov. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, publitsist, jamoat arbobi Abdulla Oripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Nukus qishlog'ida tavallud topgan. O'rta maktabni oltin medal bilan tugallab, O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan. Shoirning dastlabki she'rlari 1957-yillar, o'zbek she'riyatida o'ziga xos voqea bo'lgan Mitti yulduz nomli birinchi kitobi esa 1965-yillar chop etilgan. Shoirning 60 ga yaqin she'rlar to'plamlari chop etilib, ko'plab she'rlari ham xorijiy tillarga tarjima qilingan. Shoir Abdulla Oripov dostonnavis va dramaturg sifatida ham ma'lum va mashhurdir. Xususan, Sohibqiron she'riy dramasi va Istiqlol manzaralari dostoni shoirga katta shuhrat keltirdi. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 2016-yil 75 yoshida vafot etgan. Shoirning o'lmas ijod namunalari bizning qalbimizda abadiy yashaydi.